qilmang, uyingizda odam chaqirib dasturxon solib qilmang, lekin dasturxon solib qilganda 10 barobar qilib zo'r qilib qo'ying. Qilmang bas, qiling, savobi bo'ladi. Men qilmang demayman, qiling. Faqat yediravermanglar, ha deb to'xtatinglar endi yedirishni. 3 ta ihsondan sizni 4-ihsoningizga kiradimi lekin? Allah deydi, olmaysizmi siz? Men deydi 3 ta joyga kirdim deydi. O'shaqalarga ihson qilasizmi? Qilmang shuning uchun. Xarajat qilib, bitta xarajat 300 mingdan bo'lsa deylik, go'sht, so'zi, piyoz, karsh ham yo'lda qilib 50 ta komplet qiling. 15 million bo'ladimi? Shuni tarqatib oling. Kambag'al, yetim, beva, nogiron shularga tarqating. Yo'rib, yuzlari qizarib, lo'lar, mashi qon 27 ta, 14, 15 chiqadi qoni. Shularga yedirasizmi? O 5 qonlilar bor, 7 qon, 6 qon bo'lib ketgan. Pitaniyasi kamligidan. O'shalarga olib kirib bering. Yetimi bolalarga bering, eri o'lib qolgan bevalarga bering. Kambag'alga bering. Bolasi ko'p, o'zi ishlab boqolmaykanga bering. Qilmang shu narsani, qilmanglar. Dasturxon solib qilmanglar. Yana qayta aytaman, dasturxon solib 10 million qilgandan ko'ra 50 millionlik qilib tarqatib oling. Hech kim bilmasin. Joyiga olib kiring. Kambag'al, yetim, beva, kasal, nogiron